O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi 1992-yil 2-iyulda qabul qilingan. Yer markazidagi humo qushi baxt va ezgulikni anglatadi. Bug'doy boshoqlari tinchlik, mulkdorlik va farovonlik ramzidir. Davlatimiz gerbidagi paxta oq oltinimiz, milliy boyligimiz, vatanimiz faxridir. Davlatimiz gerbi yumaloq shaklda bo'lib, markazida quyosh nurlari va qanotlarini yozgan humo qushi tasvirlangan. Davlat gerbi davlat mustaqilligining ramzlaridan biridir. Gerbim mening faxrim.